Assalamu alaykum, sevimli sizlar. Hammalarning vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bizningki oddiy kishilarning qaltis hikoyasi programmamiz Ramazondagi uzun bir mezgillik dam olishdan keyin qaytadan boshlandi. Bugungi programmamizda biz nurg'unlarimizga tonish bo'lgan va nurg'unlarimiz suyunayotgan bir xizmatninki orqasidagi e, nomsiz bir qahramonimiz bilan tanishib chiqamiz. Bugungi suhbatimizni qabul qilib kelgan Mahmudjon ma'lumga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum, Mahmudjon ma'lum, xush keldingiz. Va alaykum assalom, xush bulduk. Rahmet sizga. Mahmudjon ma'lum, avval o'zingizni sizning og'zingizdan bir taniyli. Men tanishtirsam, maktabni bitigan, kasbda o'qigan, mandaq doktor deb tanishtirman. Sizdan tafsiliy. Buldu. Buldu. Bu özün tanıştırış meselesi bana biraz ters keldiğin işlerden birisi. Men Ben Mahmutcan öz Uygur. Üç balam var. Xudayım bəgən. Üç balam var. Çoğu 11 yaş, kiçiki 1 yaş. Ben 10 yıldan beri İstanbul'da yaşayavatım ben. Özüm fizik tədqiqatçısı. İstanbul Üniversitesi'nin ki fizik fakültesinin ki yukarı enerjiye plazma fiziksi bölümünü doktorluğunu bitirdim. Magisterliğini optika, fizik yani fizikte okuyan, optiksa, kuantum optiksa asile. Magisterliğini okup bulup Türkiye devletlik okuş mükafat bulup iltimas kılıp Türkiye'ye geldim. Türkiye'de 1 yıl Türkçe okugandan keyin bir doktorluğunu okudum. Şundan beri mana 10 yıldan eşipti. Hem de hazır tədqiqat bilan shug'ullanyapman. O'zim bir fizikchi. Fizikni o'zimning kasbini intayin yaxshi ko'raman. Ayni vaqtda asosliqi ma'rif ishlar bilan ko'proq vaqtimni shu bolalarga dars o'tish, bolalarning darsini o'rinlashtirish, bolalarni yetaklash, bolalarga yetakchilik qilish, mentorlik qilish demdi. Bolalarni ilhomlantirish degandek anda ishlar bilan shug'ullanyapman. ko'pdan ko'p rahmat. Men bir tafsiliy bir o'qib tanishtirib o'tay. Mahmudjon o'zi Uyg'ur, Istanbul Universiteti Fizik fakultetining yuqori energiya va plazma fizikasi bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. 2009-yili kvant optikasi bo'yicha magistrlik o'qishini tamomlab, Saudiya Arabistonida 1 yil tadqiqot bilan shug'ullangan. Undan keyin Turkiyaga kelgan va 6 oy ichida va 6 oy turkcha o'qishni tamomlab bo'lgandan keyin Turkiya davlatlik o'qish mukofotiga iltimos qilib, doktorlik o'qishga kirgan. Istanbul Universiteti Fizik fakultetida o'qigan. 2015-yildan 2018-yilgacha bo'lgan Teknopark İstanbul'daki yuqori texnikalik bir shirkatda tadqiqotchi bo'lib ishlagan. Turkiyada cho'ng bo'layotgan Uyg'ur o'quvchilarninki kun sari eshib berishi, bu o'quvchilarni milliy va alohida ma'rifat andisi bo'yicha tarbiyalashning muhimligini his qilib yetgan Mahmudjon o'zi Uyg'ur 2019-yildan boshlab Uyg'ur ma'rif sohasiga qadam qo'ygan. 2020-yili Sarxilla ma'rifining dastlabki fikri va loyihasini o'ttirib qo'ygan. Vatan sirtidagi ko'zi ko'rgan tadqiqotchi va ziyolilarning qo'llab rag'batlantirish natijasida Sarxilla ma'rifini qurib chiqqan. Hozirgacha asosliqi Sarxilla ma'rifining yetakchi o'qituvchisi va mas'uli, Istanbul Universiteti Fizik fakultetining tadqiqotchisi va Istanbul Tijorat Universiteti Uchur ilmiy tadqiqot markazining tadqiqotchisi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Qo'shimcha Qutadg'ubilik institutining bilim kuch jurnalida fizik tahrir guruhida xizmat qilyotidi. Bu shu Rahmet tanıştırıp bergeniz için. yo'q, bizniki Sarxilla ma'rifi biz men yaqindan bek diqqat qilib kelayotgan va meni eng suyundirayotgan xizmatlarninki birisi. Men dastlab ko'rgan vaqtida hammadan meni jalb qilgan ismi bo'ldi, Sarxilla ma'rifi. Mushu Sarxilla ma'rifi hozir men qaysi kunim e'lonini ko'rdim, o'quvchi qabul qilish bosqichi turyotidi. Qarsam mening bolalarimning yoshi kichikkan buningga kirishganda. Endi Sarxilla ma'rifi qanday o'tirg'i chiqdi, shuning hikoyasini tafsili bir anglagan bo'lsak. Buldu. Men şu Teknopark İstanbul'da işleyatkan vakitnin özüde şu Uygur, şu Türkiye'de Uygur mekteplerinin içilganlığını, Uygur mağaribinin ravajlanganlığını anlap intayin hoş oldum. Bir Uygur mektebinin buluşu, selinişi beni intayin tesirlendirdi. Şundan ben şu Uygur mektebide
işleş üçün Teknopark İstanbul'daki hizmetimden istifa verip şu Uyghur Mektebiga işligine çıktım. Ve bir yıl işleş jarayonida şunu his qildim. Çünkü o'zimni o'qituvchilikni intayin yaxshi ko'rdim. Vatanda universitetni bitirib bo'lgandan keyin bir yil o'qituvchilik qilgan. Mening intayin yaxshi ko'radigan kasblarim shu o'qituvchilik. Bir yil o'qituvchilik qilish jarayonida shundoq nimani his qildim. Bizniki bolalarimiz shu vatan sirtida cho'ng'ilayotgan yoki vatandan kichik turib shu nimaga chiqib, Turkiyaga chiqib, shu o'zininki til qiyinchiligini yengib turibmi, yana nihoyat yaxshi o'qiyotgan maktablarda o'zininki yani mayli iqtisodiy besim, mayli siyosiy besim, har xil besimlar tufaylidan yani bo'lsimi ashlarni yengib yani maktablarda yaxshi o'qiyotgan irodalik, axloqli bolalarni ko'rdimda. Unda bo'lgandan keyin bu bolalarga bir alayda yaxshi bir muhit hazırlab berishning, yaxshi bir o'qish sharoiti hazırlab berishninki nihoyat muhimligini his qildim. Bir bizning bolalarimiz intayin aqlliq bo'lsimi, lekin ko'pinchalarniki o'rtaq bir alayidligi, o'rtaq bir kamchiligi, o'ziga bo'lgan ishonchi intayin tuvanda bolalarniki. Nishoni aniq emas. Chunki til sebebidan ama Türkiye'deki bolalardan o'zini intayin tuvan ko'radigan Türk o'quvchilardan o'zi darslar yaxshi bo'layotgan, yaxshi o'rganayotgan bo'lsa-mu, yetishib ketib olgan bo'lsa-mu, yanada o'zini kamsindirgan bolalar mavjud ekan. Yana birisiga nishoni bilmaydigan, yani qandaq nerede o'qishni, qandaq qilishni, yani tamam to'liq o'tir maktabda o'qish, lekin universitetda o'qish va undan yuqorilab o'qish deydigandek tushunchalar ko'pincha o'quvchilarning asosan kallasida yo'q ekan. Men buni his qildim. Yana birisiga bir ma'rifda bir yildek xizmat qilish jarayonida yana shuni his qilib yetdim. Bu to'liqlanma ma'rif, yani bizniki shu muajiratda, yani vatan sirtida yo'l qo'yayotgan ma'rif bizniki asli maqsadiga, yani asli bizning yetmoqchi bo'lgan nishonimizga yetishda unimining intayin tuvan bo'ladiganligini his qildim. Çünkü bizniki vaqtimiz intayin cheklik, iqtisodimiz cheklik, onun üstüki bizning kuchimiz cheklik. Shu vatan sirtida nihoyat az bir qism kishilar va nihoyat az o'quvchilar bor. Vatanga o'xshamaydi. Vatanda milliy ma'rifimiz bo'lgan, yani herhalde yani to'liq milliy ma'rif deb ketamasak-mu, herhalde bizning milliy ma'rifimiz bo'lgan, Uyg'ur maktablarimiz bo'lgan. Biz şu mekteplarda bütün kunlik o'qish bilan o'zimizning milliy engini yetildirishlar bir vaqtda yana bilim shu oliy maktab seviyasiga yetgandek darajada bilimlarga ega bo'lgan, to'liq o'rta seviyasidagi bilimlarga. Lekin bu yerda o'quvchilarimizningki Türk tilida o'qish, andan keyin Türk tilini haqiqiy akademik seviyasida bilib olanmaslik degandek qiyinchiliklar bilan bu yerda bir aniqsizlikning borligini his qilib yetdim. Andan keyin bu bizniki vatan sirtida bu ma'rifni agar yo'l qo'yadigan ishimiz bo'lib qolsa, buni alayda bir shaklda qilishimiz kerakligini his qilib yetdim. Chunki bizning bolalarimizningki seviyasi, yashi, yilligi nihoyat farqli bo'ldi. Chunki biz o'xshash yillikdagilarni, o'xshash seviyadagilarni, chunki sonimiz oz bo'lgandan keyin orif bo'lolmaymiz. Maktablardami asosan o'quvchilarningki aralash shaklda o'qiyotganligini his qilib yetalaymiz, ko'rib yetalaymiz. Seviye jihatdan bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bu o'quvchilarning ichida shu asosiy intayin tuvan o'quvchilarmi bor. Yani asosiy tuvan degan vaqtida o'zi intayin aqlli chivar bo'lsa-mu, vatanda to'liq o'tir yoki to'liqsiz seviyasi bo'lmaganligi uchun yoki necha yillar mobaynida o'qishsiz qolgan ota-onalar bilan sirtqa chiqish jarayonida shu bir qancha yillik o'qishniki o'qishi uzilib qolgan o'quvchilarda bular yoki bo'lmasa to'liq
sizni okumagan aşında balındagan diken. Bularniki toluq oturgan yoki bo'lmasa bir maktablarga yetishmash intayin tez. Yani bazı kısım o'quvchilar kichikdan mishada boshlang'ichdan boshlab o'qiyotgan bolalar ularniki yetishi bir qadar yaxshi. Şu bularning hammasini o'xshash bir olatda, o'xshash bir sistemada, o'xshash bir sinfda o'qitish intayin tez bo'lganligini ko'rib yetdimda. Shunga hem de bizdeki o'quvchilarimiz, Uyg'ur bolalarimizning hammasi sarxil, hammasi aqlliq deb qarayman. Chunki intayin tirishchan, bir narsani oson o'rganib oladigan, ya'ni o'quvchilarimiz intayin agar biz yetarli ko'ngil bo'lsak, o'rgatgan narsani nihoyat oson o'rganib ola oladi. Buni vatanda o'qituvchilik qilish jarayonida men his qilgan, bu yerdami his qildim. Ya'ni bu o'quvchilarimiz intayin aqlliq, chivar, mana shu qilgan. Hammamiz sarxil, ya'ni o'quvchilarimiz sarxil, lekin bu yerda biz bu nihoyat ozsandiki shu biri asosiy intayin yaxshi bo'lgan, ya'ni o'qish qo'zg'aligi intayin kuchli bo'lgan, ya'ni yuqorilab o'qiyman, oliy maktablarda o'qiyman, oliy maktabda o'qib mandaq kasblarni qilaman deb har hol bir kallasida ma'lum bir son bo'lgan mandaq o'quvchilarmi bor, qandaq o'qishni bilmaydigan, asosi tuyan bo'lib qolgan o'quvchilar bor yoki o'qishni xohlamaydigan o'quvchilar bor. Ya'ni unda bo'lgandan keyin bu o'quvchilarni shu o'quvchisi bor o'quvchilarni, yaxshi o'qiy oladigan potensiali bor o'quvchilarni ota onasining tarbiyasi tufaylidan oz to'la millatga, insoniyatga bo'lgan yaxshilikni targ'ib qiladigan, o'ziniki to'hfasini qo'shay deydigan mana o'quvchilarni, ya'ni bularni ayirib tarbiyalasak bo'lganligini, bularga ayrim bir programma hozirlasak, bu o'quvchilarni yaxshi to'liq o'rta maktablarga, yaxshi oliy maktablarga hozirlasak, anikin bu yaxshi oliy maktablarni bitirgan, yaxshi to'liq o'rta maktablarni bitirgan o'quvchilar kelgusida shu bizniki millatimizniki sarxil qo'shoni bo'lib yetishib chiqadi deydigan bir tushuncha bilan shu sarxillar ma'rifi degan fikrni o'ttirib qo'ydim. Bu fikrni boshqalar bilan o'rtoqlashdim, o'zimniki tanishlar bilan, yaqinlar bilan o'rtoqlashganda ular intayin yaxshi bir fikr ekanligini deb meni rag'batlantirdi. Shu munosabatda ularga chuqur rahmatimni bildiraman. Agar ular rag'batlantirib, nihoyat yaxshi fikr deb qo'llab quvvatlamagan bo'lsa, balki men bunga jur'at qilib buni boshlamagan bo'lardim. O'qituvchilik qilish jarayonida men shunday bir bu fikrni ayrim o'zim bir sinab boqqan, o'zimniki nihoyat yaxshi bir o'quvchisini kuzatib, intayin tirishchan, axloqli, nihoyat bir ishlarni o'zi tepib qila oladigan bir o'quvchini shunday ko'zim tushdi-da. Shunga bu o'quvchini ayrim tarbiyalab beqish xiyoliga kelib qoldim. Shunga bu bola bilan 15 kunda bir ko'rishib, ba'zi topshiriqlarni berib, ba'zi narsalarni deb paranglashib, u nihoyat rag'batlantirib degandek bir 6 oy deganda davomlashtirdim va buning yaxshi unum bo'lganligini his qilib yetib, andan keyin shu sarxillar ma'rifini rasmiy shaklda e'lon qilib buni boshlagan bo'ldim. Xudoga shukr, ham shu boshlagandan yog'i hozirgacha 3 qarar o'quvchilarni tarbiyalab yetishtiryapmiz. Yani 3 qarar o'quvchi deganda bir qararda o'qish bitirib ham sarxillar ma'rifi tugaydi degan gapdan derak bermaydi. Sarxillar ma'rifi o'quvchini qabul qilgandan tortib toki shu o'quvchilar ziyoli bo'lib toki yana shu sarxillar oilasining bir qismi bo'lib o'zining keyingilarga yana yetakchilik qila oladigan musholatda bo'ladi. Hozir sarxillar ma'rifida 60ga yaqin o'quvchi bor. Bu o'quvchilarningki oldi oliy maktabni bitirib magistrlikni boshlab bo'ldi. Keyini shu 5-sinfni bitirib 6-sinfga bu yil chiqadi. Ya'ni 11 yoshdan 20 yoshgacha o'quvchilarimiz bor. Men bu kadar tafsili bilmeydikenmen, rahmet. Arada ben
Ma Uyghur Ana Til Komiteti topida battım. Qaçanlar aldınqı yıllarda bir uçur keldim. İşte Serxilla Maripıga hepde bir leksiya sözlep, banda qıpırdıqlar bolsa dep. Şunun bilan men endi özümni bek leksiya so'zlashga loyiq deb o'ylab emas, mushularni bir tunsam degan bir maqsadda leksiya so'zlab berdiganlar qatori tizimlatdim. U oraliqda siz uchur yozdingiz. Siz uchur yozdilar. Shuning bilan kurashgan bo'ldik. Andan keyin u yerda bir leksiya o'rlashtirib bolalar bilan kurashgan bo'ldim. Men ham niyatimda ilqi leksiya so'zlab bergidek salohiyat yoki bilim emas, o'sha bolalarni ko'rgim kelib, qandoq deb. Faqat xiyolimda u vaqtida men sarxila ma'rifi desam, mundaq aspirant yoki oliy maktabning bolalari ham xiyol qilib, taz yo'g'on bolalarga loyiq bir narsalarni kallamda o'ylab kirmanda, qarsam kichik bolalar bor. Shuning bilan birinchi bo'lib qolgankim bu bolalarning ona til saviyasi qanchalikdir. Meni normalda universitetda o'qiyotgan vaqtlarimdami gap qilsam do'stlarim siz gap qilsangiz xuddi kitob o'qib berayotgandek yo bo'lmay qolsa diktorlar gap qilayotgandek gap qilasiz bek adabiy deb qo'yatdichu. Shuningga birinchi bo'lib o'sha ekran qarab kallam deyishnim qolmadi. Chunki men bu bolalar tushungidek saviyada Uyg'urcha ishlatib nima so'zlayman degan narsa kallam keldi. Ish qilib bolalar bilan yaxshi suhbatlashgan bo'ldik, lekin u kundek hayajon hozirgacha tugagani yo'q. Bolalarninki inkas rayonida u vaqtdagi biz ishlatgan appning bo'g'it ismini unutib qoldim, ama yan tarafda inkaslarni ularninki degan gaplarni anglab haqiqatan iliqi aql yoshda emas boshda degan gapga bak qoyil bo'ldim. Undan keyin sizningki mushunda o'xshamagan yoshdagi 11 yoshdan boshlab 20 yoshgacha bu bolalarni bir o'rtaq suhbat sorunudu bir yege ekegenlerden bek qaylı oldumçu. Hem de hazır avazları ittik. Man içiş gerek mi içitteyi? Bu. Ama kızımga gap qildim. Ma yenimde turulib nim qo'yapti. Ha, so'zingizni anglatdim, davomlashtiring. Ne bu? Sizden başka şu sarxilla ma'rifada hazır mush ishlarga ha deyishib bu ishlarni birga qilishib qolayotgan hamda bu ishning ichida xizmatchingiz emas, siz bilan birlikda qilayotgan boshqa yana qancha kishi bor sizga ha deyishib hamdamni bo'layotgan? Elbette Serxilla Ma'rif yalğız meninkillam emgeki bilen emas, muşu kollektif emgekden mesul değişik oldu. Bizning hozir o'qituvchilar qo'shunimizda 10 dek o'qituvchimiz bor. Aktiv yoki aktiv bo'lmagan deylik. O'sha vaqt o'qituvchilik qilayotgan. Hammasi o'zining kasbida, nimdem o'zining kasbi o'qituvchilar. Masalan, adabiyot o'qituvchimiz adabiyot kasbida magistrlikni bitirgan degandek, doktorlikni bitirgan degandek. Ingliz tili o'qituvchimiz ingliz tili kasbida degandek. Kasbiy o'qituvchilar. Ularga chunqur rahmatimni bildirman. Yani ular yani herhalde fidoyilik qilib, menga hamkorlashib, yordamlashib darslarni o'tishib qilmagan bo'lsa, bu sarxilla ma'rif mavjud bo'lmaydi. Undan boshqa yana shu ziyolilar bormi, sizga o'xshash o'tgan, sizmi leksiya so'zlab berganga o'xshash, yana dunyoning har qaysi joylaridagi har qaysi kasbdagi sohadagi ziyolilar har qanday temada shu bolalarimizga leksiya so'zlab keldi. Har haftada şu hafta ahırlarda bir saatlik siyasimiz oldu. Vallahi bundan intayin yaxşı ünüm asıl kılıp kilovatıdı. Yani özününki Uygur akısının edillerininki tarihlerini vatenden kandak okup tırışıp okup çıkanlıklarını ve kandak yerde hizmet kılıvatkanlıklarını aşının özünün ağzından anlap nayet ayacalandı vallahi. Ve özüge bo'lgan shu vaqtga bo'lgan ishonchlarga texidimi ishonchlarga ishonch qo'shadi. Buni aytib yaxshi unum hosil qilib. Demak, bizning Serxilla ma'rifida biz Serxilla oilasi deymiz. 60 ga yaqin o'quvchimiz, 10 dek o'qituvchimiz va 20 dek mushar qaysi ziyolilar. Mana daqshib ketganda u ziyolilar teklif qilsam, yo'q demay o'zining qimmatli vaqtlarini chiqarib şu balalarımızga leksiya so'zlab bergan. Shunaqanda biz cho'ng bir Serxilla oilasi deb qarashga bo'ldi.
Onda o sərxilla marifığı məsələn hazır müşni anlavatqan yaşlarımız var bəlkім, ata-analar var. Ola sərxilla marifığı qandaq balalar kirələydi. Bularning sərxilligini sizlar qandaq ölçəp bilələysizlər? Məsələn, Hmm. hazır Ben bu başta yillik dep o'quvchi ötkendek qabul qilish, bu hmm, yillik o'quvchi qabul qilish xizmati ilib berilyotidi-ku deymi? Buning o'lchamlari qanday? hmm, hmm. Bu yıllık okuş kabul kılış biz ilanını bir 15 gün 15 gündek oldu çıkağını. Hı. Hazır 3 gün kaldı. Şu 18. isla. Bugün isla kanki. Bugün isla 15 olsa 3 gün kaptı. 18. isla keşte İstanbul vakti geç saat 11'de toşudu. Şimdi Hı. hazır tizimlarga o'quvchilar intayin ko'p qarasam 50 dan ko'p o'quvchi tizim tutdi. Yana texnik ko'p o'quvchining tizim tutishini umid qilaman. Yani bu başta deb o'tganimdek Serxilla Marifiga yani bizning o'quvchilarimizning Uyg'ur o'quvchimizning oldi bilan hammasi Serxil deb qarayman. Birmi Layg'azal darsda nachar o'quvchini asosan ko'rib boqmadim. Shu vaqtcha men ders vergen, men uchrashgan o'quvchilarning hammasi, yani eng nachar o'quvchi degan taqdirda men eng azından tirishadigan, bir narsalarni o'ylaydigan o'quvchilarni, chivar o'quvchilar. Shunga Uyg'ur o'quvchilarning hammasi sarxil deb qarayman. Endi bularning ichidan qandaqlarini tanlab olamiz degan vaqtida bizningki bir tanlash prinsipimiz bor. Bizning to'r betlarimizni yezib qo'ydik. Sarxillar ma'rifi asosliqi shu Uyghur o'quvchilarni dаңlıq to'liq o'rta maktab yoki dаңlıq oliy maktablarga, masalan, biz oliy maktablarga degan vaqtimizda Turkiyadagi dаңlıq oliy maktablar va intayin davlat maktablaridan Boğaziçi Universiteti, nima anadan keyin O'rta Sharq Texnik Universiteti, İstanbul Texnik Universiteti degandek shunaq dаңlıq universitetlar va Ankin dünya miqyosida Avrupa'da ve Amerika'da yani nurg'un universitetlar bor. 100ning ichiga kiradigan universitetlar. Bizningki asosiy maqsadimiz shu o'quvchilarimizni shu yaxshi maktablarga, ya'ni eng ozdan Turkiyadagi shu dаңlıq maktablarga, bo'lmasa dunyodagi yani dunyoning genelindagi demdik, dunyoning hamma yerlaridagi 100ning ichiga kiradigan bo'lsa, 100 dаңlıq universitetning bir tizimligi chiqadi-ku har yili. Hı. Shu universitetlarning birisiga kirishiga biz sharoit hazırlash bolalarga. Ya'ni biz u maktablarga kirman deb orzu qilib qo'yapla kirish unda oson emas. Ya'ni odatdagi bir oliy maktabga kirishmi unda oson emas deb qarayman. Turkiyadagi bilimiz Turkiyadagi universitetlarga yerlashishmi unda oson emas. Ya'ni shunga elbette bundaq dаңlıq maktablarga kirishmi oson emas. Bunda maktablarga qanday o'rtacha hisob bilan qanday o'quvchilar kiralaydi degan vaqtida shu maktablarga kirishga salohiyatini hozirlagan o'quvchilar kiralaydi. Endi bu salohiyatini hozirlagan degan qandaq gap degan vaqtida masalan alayli biz eng yaxshi dunyodagi eng nochi universitet deb qaragan Harvard universitetini deb qaraylik misolga olaylik. Masalan Harvard universiteti qandaq o'quvchilarni qabul qildi? Harvard universiteti masalan o'ziniki kechmish jihatdan intayin yaxshi o'qigan bo'lishi kerak. Andan keyin potensiali bo'lishi kerak. Ya'ni jamiyatga, kelajakka, insoniyatga bir tuhfa qo'sha oladigan bir potensiali bo'lishi kerak. Her odamning bir potensiali bo'ldi, bir alayidligi bo'ldi. Lekin shuni joriy qildira oladigan, shuni o'tirg'a chiqara oladigan bir o'quvchi bo'lishi kerak. Lekin kishilik xarakteri intayin sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni bir muvaffaqiyatning ochqichi nurg'unlarimiz tirishish, universitetda yaxshi natijalarni qozonish, kitobni jiq o'qish, bilim mo'l bilimli bo'lish deb qaraymiz. Albatta bu to'g'ri. Albatta muvaffaqiyatning yana bir tarifi kişilik karakteri. İnsanniki kişilik karakteri shu odamning muvaffaqiyatini belgilab qo'ydi. Ya'ni shu Harvard universiteti deganlar shularga inchiklik bilan qaraydi. Bu o'quvchilar bu qandaq ma'lum bir dunyoni o'zgartira oladigan mandashlik tirnoq ichida dunyoni o'zgartira oladigan bir talant bormi bularda.
Cemiyetini özgertip, cemiyetki töküp koşa aladigan talant barmı? Aşılarga qaraydı. Elbette Harvard en yüksek orundaki bir mektep. Onundan başka üniversitelermi elbette yaxshi danlıq universitetlarning hammasi o'quvchilarni tanlab qabul qiladi. Ya'ni shu o'quvchilarningki bu tanlab qabul qilishlik sabab nima ish deganda agar tanlamay qabul qilgan taqdirda bu maktablarda o'qib yetishib bo'lolmaydi o'quvchilar. Shunga shu o'quvchilarimiz endi layoqatli bo'ldi degan gapni mundaq tushuntirsak bo'ldi. O'quvchilarimiz shundoq layoqatni hozirlasinki, bu shu o'quvchi qabul qilish ishxonadagilar bu o'quvchilarimizning profillariga qarab, shu materiallarga qarab intayin qoyil bo'lsin va qabul qilsin. Va bu o'quvchilarimiz shu maktabga chiqqandan keyin nihoyatda siliq bir shaklda shu ashaga istiklam moslashib dunyoning har qaysi joylaridan kelgan o'quvchilar bilan moslashib tezlam shu maktabningki tez bo'lgan ritmiga moslashib o'qiy oladigan bo'lsin. Mana mushuni biz nishon qilamiz. Shunga biz Sarxillar ma'rifiga o'quvchilarni qabul qilgan vaqtida mushundaq bir potensialni, mushundaq bir yoshirin kuchni bayqay olsak, keyin bu bolalarni tarbiyalasak bo'ldi ekan deb qabul qilamiz. Shunga bu yerda ikki xil omil muhim o'rinda turdi. Birisi bu o'quvchilarning nishoni aniq, nihoyat yaxshi o'qiyotgan bo'lishi kerak. Yana biri intayin qizg'in bo'lishi lozim. Ya'ni qizg'inlik favqulodda yaxshi bo'lishi kerak. O'zini yaxshi tonigan birisi bo'lishi kerak. Garchi o'qish natijasi o kadar yaxshi bo'lmasa-mu, masalan, hammasini 99 ilib o'qib ketgan bo'lmasa-mu, herhalde 90-87 ta ilayotgan bo'lsa-mu, lekin o'zini intayin aniq taniydigan, xarakteri intayin sağlam, kuchlik, kelgusiga intayin umidvor qaraydigan. Nihoyat qizg'in, ya'ni Sarxillar ma'rifini cho'ng bildigan mandashib ketganda. Men bu Sarxillar ma'rifiga kirsam, men cho'qim mening o'zimning istiqbolini yardım edadigan mandaq bir qizg'in, yuksak qizg'inligi bo'lgan o'quvchilarni biz o'zimizdan tanlash obyekti qilamiz. Tushundim. Men ma qabul qilishning o'lchimini qisqalam o'qibday. Balki texmo aniq bilmoqchi bo'lgan bo'lib qolsa, mayli yoshlarimiz, mayli ota-onalar bo'lsin. 5-chi sinf, 8-chi sinf va 9-chi sinfga chiqqan o'quvchilar qabul qilindi. Shartlar: birinchi boshlang'ichni bitirib to'liqsizga yangi chiqqan bo'lish yoki 8-chi sinfga chiqqan bo'lish, 8-chi sinfni bitkazib 9-chi sinfga chiqqan bo'lish. Ikkinchi, maktabdagi natijasi alohida yaxshi bo'lish. Uchinchi, nishoni aniq, irodasi mustahkam bo'lish. To'rtinchi, ro'yolti sog'lom va jushqun bo'lish. Diqqat qilishga tegishli ishlar: berilgan jadval birdek uyg'urcha to'ldirilishi lozim. Uyg'urcha bilmaganlar boshqalardan yordam so'rasangiz bo'ladi. Ikkinchi, ilxat adresingiz to'g'ri bo'lishi, telefon nomeringiz va WhatsApp qo'llangan bo'lishi kerak. Üçüncüsü 3 yıllık o'ttirchi natijangiz aniq ikki xonalik song'ichi. Masalan, 97,86 deganga o'xshash ma'qul shaklda o'nliq kasr chekitining keyindagi yuzlar xonasigacha aniq bo'lsin demoqchi. To'rtinchisi, o'tgan 3 yilda 3 yillik natijasi o'qildan. Ya'ni o'qildan elektronlik maktab, Turkiyadagilarimiz bildi buni. Çünkü programın dünyanın hamma yeridagilar ko'radigan bo'lg'achqa men yerda tafsiliy tushuncha berib borman. Shuningdan rasmga tortib aniq yo'llashi lozim. Turkiya sirtidagilar natija qog'ozni yo'llasa bo'ladi. 5-si rasm o'lchamlik bo'lishi lozim. 6-chi, nima uchun Sarxillar ma'rifi kirsiz deganga berilgan javob qancha tafsiliy yozilsa shuncha yaxshi bo'ladi. 7-si, tizim shartiga to'liq amal qilganlarga nomer qo'shiladi, shunga astoydil to'ldirish shart debdi. Endi men Sarxillar ma'rifida buningda nimalar o'rgatildi? Masalan, hozir kirdim. Masalan, men o'zimni siz 9-chi sinf o'quvchisi deb xiyol qilay. Sarxillar ma'rifiga tanlandim, kirdim. Men bu yerda nima o'rganaman, nimalardan bahramlanayman, meni qanday tarbiyalaysizlar? Tamam. Bu 9-chi sinfga yangi chiqqan o'quvchilar deyishimizdagi sabab Türkiye'ninki ma'rif sistemisini Türkiye'dekiler obdan bildi. 4 yıllık ma'rif sistemi Türkiye'ninki. Mesela toluksuzda 4 yıl okuydu. 5. sınıftan başlap 8. sınıfça. Toluk oturdu 9. sınıftan 12. sınıfça 4 yıl okuydu.
Endi şunu biz alayda qabul qilgan vaqtidami 5 sinfga yangi chiqqan o'quvchilarni va 9 sinfga yangi chiqqan o'quvchilarni asos qilib qabul qilamiz. Hem 9'ga yangi chiqqan o'quvchilarni qandaq 4 yil jarayonida bizniki asosiy maqsadimiz 4 yil jarayonida bu o'quvchilarni 4 yildan keyin oliy maktabga chiqadi emasmi bu bolalar. Şu biz deyotgan, biz nishonlayotgan shu dangliq oliy maktablarga layoqatli qilib tarbiyalash asosli nishon qilamiz. Yani bunu qanday qilamiz deganda buning konkret qadam bosqichlari tuvandagidek bo'ladi. Buni tor betlarimizda tafsili shaklda yozib qo'ydim. Aldı bilen bu bolalarni imtihonni ilib qabul qilgandan keyin, ya'ni 100 ta nima imtihonga kirdi bu bolalar tizimlatgandan keyin. Tizimlatgandan keyin imtihonga kirib, bu imtihondan ma'lum bir o'rtacha qimmat, masalan 40 o'quvchi imtihonga qatnashgan bo'lsa, 40 o'quvchining o'rtacha qimmatidan yuqori bo'lgan o'quvchilarning hammasi 100 ta imtihonga chaqirildi. 100 ta imtihonga chaqirilgandan keyin bu 100 ta imtihonda bular bilan suhbatlashamiz. Bu 100 ta imtihonda men ve başka bir qancha shu Sarxilla ma'rifiga shu 100 ta imtihon uchun mutaxassislarni taklif qilaman. Vaqti kelganda, chunki har yil o'qishmaydi. Bular 5-6 kişi birleşip shu o'quvchilar bilan birdan suhbatlashish orqali bu o'quvchilarningki ichki potensiali, qiziqishi degandek her jihatdan bu bolalarga qarab bu bolalarni baholaymiz ve ahirda anikin umumiy natija chiqadi. Umumiy natija chiqqan vaqtida bizning bergan imtihonningki bizning bergan imtihonning 30%, 100 ta imtihonning 30%, bergan imtihonning 40%, 100 ta imtihonning 30%, maktabdagi natijasiningki aş şekillik qabul qilamiz. Aşına qilib, anadaki yana o'ttirchi seviyesidan yuqori bo'lganlarni tanlab olamiz. Endi bu yerda bu tanlovga o'quvchilar yangi mavsumdan boshlab 4-qara o'quvchilari 9-oydan boshlab o'qish hayotini boshlaydi Sarxilla ma'rifida. Endi bizning o'qishimiz ko'pinchalar bizni bir maktab deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. İnşallah bizning asli maqsadimiz bir maktab bo'lash nishonimiz. Hozir biz to'rdan o'qitish ilib boramiz. Chunki bizning bolalarimiz biri Turkiyaning har qaysi joylaridan, ko'pincha Istanbulda bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni birga dunyoning boshqa joylaridanmi oz to'la o'quvchilarimiz bor, Yevropadan degandek. Shuna bo'lganlik uchun majbur bir shaklda bu to'rda o'qitish ilib boramiz. Yani bu o'qitishimiz bizningki normal bir şekildeki kurs şekildeki o'qitishning ustida turdi. Yani bu o'qitishimiz bizning o'qitishimizdagi sabablarning biri bu bolalarni shu haftada yani har kuni kechda 1 soatdan to'rda o'qitish orqali birinchidan bu bolalar Sarxilla ma'rifati bolalar va o'qituvchilarning o'zaro ko'rishib turib o'ziningki qiziqishini, qizg'inligini bir xil yanglab turish, tozalab turish demdi. Lekin aynı vaqtda bu 9ning o'quvchilariga biz shu to'liq o'tirninki masalan eng asosli fanlari va bir o'quvchining maktabda yaxshi o'qish, yaxshi o'qiyotgan, o'qimayotganligini asosan belgilab qo'yadigan fanlar va masalan matematika, ingliz tili degandek fanlar. Matematika, ingliz tili maktablarda o'qiydigan anadaki tabiiy fanlar va bolalarning qiziqishiga ko'ra fizika, ximiya, biologiya. Mana bu fanlarni qo'shimcha bu bolalarga Uyg'ur tilida o'tib beramiz. Chunki bu bilim deganninki tili chegarasi yo'q, millat chegarasi, til chegarasi yo'q. Bunu o'qib baqqanlar bilimiz, vatanda o'qib baqqanlar biz vatanda Uyg'ur tilida o'qidik. Oliy maktabni Xitoy tilida o'qidik. Keyingi magistrlikni ingliz tilida o'qidik va doktorlikni turkchada o'qidik. Ya'ni masalan, mana shu har xil tilda o'qigan bo'lsak-mi, yana shu bilim, yana o'xshash bilim. Biz tamamen Uyg'ur tilida to'liq o'tirib, ma'ni o'qigandim, ma'ni manda deyapti deb qolmadik. Oliy maktabga chiqqandimi Xitoy tilida yana shunday ekan deb darhol buni tushunib manga oldik. Demak, fan degan bundaq narsa.
Çünkü biz Uygur tilida balalarga aş fenniki mağız, yadro kısımlarını Uygur tilida düşendirimiz. Bu arkalık iki maksat yetimiz. Birisi balalarınki bu Uygur tili degan mundaq yuqori texnikalik atalgılarını atayalaydigan bir tilga deydigan tuyg'uga keltiramiz. Yani birisiga bu nima arkalık bu balalarınki asasını hazırlap verimiz. Biz mektepdegidek pek tepsili mandaq şekilde ötmeyimiz. En asaslık mağızlarını bizde değil o mağızını ügünüp şaklını çıkarış demdik. Yani en cevherlerini ügütüp koyumuz. Mesela ben fizik dersi bergen bolsa, aş toluk otur fizikisninki en biz zagırtılay kavaqtın nantigide yerler demdik. Ha. Aş nantigide yerlerini aş Uygur tilda söhbetleş şekilde günümüzde. Yani aşı şekillik buldu. Anadikin onun başka biz Uygur dili dersi ötümüz bu vallahi. Hı. Çünkü bu biz Uygur ballarımız Uygur dilini yaxşı bilmesi bulmaydı. Bir kadar yukarı seviyelik Uygur dili ötümüz. Şunu bizden imtihan alganda Uygur dili mi imtihanımız var. Şunu Uygur dili seviyesinin hali yaxşı bolgan okuwçylarmy tanlandı manda açıklık kavakda. Şuna o'ttircha qilib aytganda bizning bolalarımızın hammasi az to'la Uyg'urcha kitoblarni o'qiydigan, o'qiy oladigan manda bolalar bo'ldi. Şu bu bolalarga yana Uyg'ur tili dersi verimiz. Ondan başka biz özümüzdeki tarihini bilmesi olmaydı. Vallahi Uygur tarihi dersi verimiz. Hı. Ta ki şu 10 imperisi Orhun xanlıqıdan başlap ta ki hazırkıcı bolgan tarihini tepsili bir kartini şekilde gerçi kesbi cihetten ait işkirlep bulmusumu yüzeyki bir şekilde tarihi cilnamelerini muştane ögütümüz. Onun da başka İslam ahlakı dersimiz var. Çünkü bu ballarımız baydiğinimdeki karakter ve ahlak intayım muyum. Ballarımız alim bulmusun lekin adem bolsun deganni birinci ölçem kılımız. Şuna İslam ahlakı dersimiz var. Mana bu şekillik buldu. Ondan başka Arap'ta ahırlarda manda okşumagan saatin sözlep bergendek endaq leksiyalar buludu. Mana bu şekilde bir yıl, iki yıl devam kıldı. Bundan burunqi birinci, ikinci qara o'quvchilar bir yıl ders o'qiydi. Ularni yoshga qarta tanlagan mesela 15 yaş, 17 yaşta. Ular biraz 10. sınıf, 9. sınıf bolalar aralashdi. Lekin bu 3. karardan başlap biz şu 9. sınıf bolalarını ayrım, 5. sınıf bolalarını ayrım qabul qildik ve 5. sınıf bolalarını 3. kararda tunji qitim qabul qildik. Undan burun cho'ng bolalar bor. Endi keyingi to'liqsiz bolalarım yani muşunga o'xshash bo'ladi. U bolalarım yani mushu darsda o'tildi. U bolalar qo'shimcha yani turkcha, ingliz degan darslarimiz bor. Hem maqsadimiz bu bolalarning onun başka mentorluk derslerimiz var. Mesela bu valla qandaq qilib şu mektepde özünün sınıfında en yaxshi neticeler okuyalaydı. Qandaq qilib mektep hayatını, okuş hayatı bilen özününki hayatını, psixikalik aletlerini qandaq tanışıp okuyalaydı. Çünkü bu biz aşı keçiklerden ötken her xil materiallarını köreş arkalı özümüzdeki tecrübeler bilen birleştirip bu ballaga to'liq o'tirib qandaq o'qish, to'liqsizda qandaq o'qish, ya'ni qandaq yaxshi o'qish kerakligini bularga so'zlab beramiz. Ba'zida uzmanlarni psixologiya, pedagogik uzmanlarni taklif qilib bu bolalarga leksiya beramiz. Degandek shunaq nima bizniki programmalarimiz har xil mandashlik vaqtida. Yani mazmuni mo'l. Aşı şekilde gelip varımız bu şu tarikide iki yıl davamlaştı. 2 yıl davamlaşkandan keyin bu balla 2 yıl jarayonida 3 qitim umumiy cho'ng xulasa imtihoni berdi. Bu 3 qitimlik xulasa imtihonidan layoqatnoma olgan balla. Mesela 9 ballari 11 sınıfga chiqqan vaqtida barliq darslarni o'qib, o'qituvchilarning baholari, o'zininki imtihon natijalari bilan bizninki bir layoqatnoma oladi, bizning qo'limizdan bir guvohnoma oladi. Aşı layoqatnoma olgandan keyin bu bolalar endi bir 11 sınıfga chiqqanda qaysi kasbda o'qish, qaysi universitetda o'qish, o'ziniki nimaga qiziqadiganligi, qaysi yo'nalishda o'zining talanti borligini az to'la his qilib ketgan bo'ldi va bu shaklda
biz balalarnınki özününki qiziqishi yoki biz qiziqishni haqiqiy tonib olg'ish araliqda bu balalarga birdan yetakchi o'qituvchi ustoz deb beramiz. Bu ustozlar bilan kamida 6 oy yuqorisida 2 yilgacha ustozlar bilan bir projekt ishlaydi. Ya'ni bu projekt degani shu ustozlar bir temini berdi. Shu temini ustoz bilan birga tadqiq, ya'ni mana shu qilgan tirnoqning ichida tadqiq qiladi, o'rganadi. Yani özlüğüdün bir neslerini ügünüp, özlüğüdün bir neslerini ügünüp, ankin ustazının bizge bergen raporu bilen yakımız aşınınki şu projektini muvaffakiyetlik tamamlagandan keyin andan keyin bular 12 sınıfga chiqdi ve 12 sınıfga chiqqandan keyin bu arada biz ingliz tili dersine ait 12 sınıfga chiqqan vaqtida bizning ingliz tili dersimiz ait yaxshi. Bularniki yuqori seviyaga yetib bo'lgan bo'ldi bolalar. Ankin xalqarалық imtihonlar va TOEFL IELTS deydigan siz bilasiz. Aşı imtihonlarni berib, chet eldagi maktablarga iltimos qilgan bir sharoitni hozirlagan bo'ladi. Endi hozirlagandan keyin endi bu bolalar projektni ishlab bo'ldi, layoqatnomani olib bo'ldi, darsni o'qib bo'ldi. Andan keyin bu bolalarniki maktablarga iltimos qildi o'ziniki IELTS imtihonini berish, TOEFL imtihonini berish orqali. Endi bir universitet qabul qilganda bir o'quvchininki tövendeki nimelerge qaraydı. Mesela Harvard'daki bir üniversiteye yılga nurgulluğun, milyonluğun belki iltimasname kelişi mümkün. Hem de aşı okuyucuların mutlak köpüncesi özüge işinadigan neticesi yaxşı okuyucular. Aşı İngiliz neticeleri boğan okuyucular da. Xitay'da mı nurgun okuyucular var elbette. Avrupa'dan, Xitay'dan, Şarkı Cenubi Asya'dan, Hindistan'dan nurgun okuyucu var. Yani rekabet intayın güçlü. Hem de aşılarının içinden, aşı Harvard'daki bir mektep qandaq o'quvchini tanlab qabul qilib oldi sizce? Albatta, bu bizmi nima kelganda biz o'quvchi qabul qilish nimasiga qabul qilgan vaqtida shu bolalarning iltimosnomasi nimaning qancha tafsiliy yozganligiga bekrak diqqat qilamiz. Shunga o'xshaydi. Ashularningmi oldi bilan bular nimasiga qaraydi desangiz, bir universitet qabul qilish uchun tuvadagidek shartlar bor. Biri ingliz tilini mesela Amerika'da okuş için yaxshi maktabda okuş için Türkiye'de okuş için herhalde İngiliz tili xalqaro netice buluş gerek. Andan keyin maktabdagi neticeleri intayin yaxshi buluş gerek. Bunda açık aytganda 100 numaralı qo'ygan bo'lsa 90, yani en tüven 85'ten yuqori buluş gerek. O'ttirchi neticesi 90 etrafında buluş gerek. Andan keyin bu o'quvchilarni tonuşturup beradigan bir referee'lar buluş gerek. Referenslar. Yani şunu tonuşturguchilar buluş gerek. Mana şu şartlar anadaki bu o'quvchilarningki iltimosnomasida bir maqolasi bo'ldi, o'zini tonishtirib yozgan maqolasi. Buni biz personal statement deymiz. Anki CV'ni bilasiz. Mana shu narsani yaxshi hozirlagan o'quvchi anadaki aşı maktablarga qabul qilinadi. Endi bu narsalarni qilish uchun shu o'quvchilarga biz sarxilla ma'rif ulashishimizda yordam qilamiz. Endi bu 12 sinfga chiqqandan keyin bular ingliz tilini berib o'tgan bo'ladi. IELTS'ni ham deganda 6 yoki 6,5 yil. Andan keyin bu o'quvchilarni tonishtirib turadigan ustozlar hozir. Chunki bu o'quvchilar bilan 1 yil yo 2 yildan birga xizmat, ya'ni birga ishlagan yetakchi ziyolilar bor albatta. Uyg'ur bo'lsin, turk bo'lsin, boshqa kim bo'lsin. Ular palanchi o'quvchi men bilan 1 yil jarayonida palanchi projektni birga ishladik. Hatto mayada mandaq bir maqola e'lon qildik. Bu o'quvchilarning ta'sirlanida bir referens bo'lib turdi, ya'ni tonishtirg'ich bo'lib berdi. Onu başka bizmi, yani şu tonuşturup yerimiz. Lakin aşı mektepler tonuşturguçunun qanchaki Çin, tonuşturguçunun qanchaki rast ve Çin bo'lganligiga ve tonuşturguçunun nima deymiz? Dunyodagi tadqiqotchining bir e'tiboriga qarab, aşı o'quvchining profiliga qaraydi. Hamda aşı o'quvchining profiliga qaragandan keyin anadagi o'quvchininki natijalariga qaraydi. Natijalarga qaragandan keyin personal statementni andiki o'qiydi. Andan keyin aşı o'quvchininki qandaqligini bilib, andan keyin qanday qildi bu maktabga qabul qiladi. Ve o'qish mukofoti puli bilan qabul qildi agar favqulodda yaxshi o'qib qolsa. Bizningki strategiyamiz shu. Mana bu şekilde ketib boramiz. Aşı şekilli bo'ldi. Biraz ziyade tepsili bo'lib ketdimi? Qanday? Yo'q, buning har bir nuqtalari muhim. Chunki men hozir sizlar mushin davatgan vaqtida bolalarim bilan qas kuni o'tirib o'yimchik polvonni faqat ko'rib boqmabdi ekanman. Bolalarim o'g'lim o'yimchik polvonni kiyib olgani bilan
2012 yılı işlengen nüshasını oturup kösek şunandaki bir sahne mening alaydı diqqatimni tortgandi. Chunki to'liq 3-chi yillik to'g'ri keladigan bolalar, ya'ni oliy maktabga kirish yilidagi bolalar praktikaga o'rinlashtirdi ekanchu bu shu kinodagi o'mchik polvonni qarashtiradigan eski ulab ketadigan olimning tajribaxonasida u tajribaxonasida to'liq o'tirdiki qiz bola praktikant bo'lib ishlaydi. Shu yerdagi o'mchikni qiladigan tajribaxonlarga kirish, shu ishlarni ya'ni tadqiqotchi olimlar bilan birlikda qiz bir yil praktika qiladi-chu, bir nimani shu ishga qiziqadigan. Kelgusida shu xil biologiya va hayvonshunoslik sohasiga alohida qiziqadigan bolalardan tashkillangan bir guruh praktikantlar va ular taxminan 6 oydan 1 yilgacha ashad praktika qildi ekan. Shu qurum andikan bularni tonishtirish xati yozib berdi ekanda, oliy maktabga kirmoqchi bo'lgan maktabiga tonishtirish xatini olib bordi ekan. Turib nima qildi? Bizningki haqiqatan ma'rifda bolalarimiz mektepte biz mavo yemeyede o'qib men. Chet elda oliy maktabga qatnashib, oliy maktab imtihonlari berib, manda bir jarayonni men boshdan kechirib boqmadim. Ammo biz vatanda qandoq avval imtihon qatnashib nomerni olamiz. Nomerimizga loyiq, nomersizga loyiq qarab turib maktabni va keyin xizmatga o'pdan chiqiladigan kasbni tanlaymiz. Bu yerda bizning nimani yaxshi ko'rishimiz, kelgusi armonlarimizning qanday bo'lishi, nishonimiz nima, hayotimni men nimaga bag'ishlayman deydigan narsa yo'q. Avucu asli ma'rifda bolalar o'zi nima bo'lg'isi borligini masalan deylik, mening bolamninki astronot o'g'isi bor. Onun faqat osmonda uchib oyga chiqqisi borligidan iborat. Mushu orzusidan kelib chiqqan bir orzusi bor. Ammo bu orzusiga yetish uchun mangadigan yo'llari, uningki qiladigan ishlari u bu narsani bilmaydi. Nimalar ketadi. Demak, shu bir mezgillik boshdan kechiradigan, mayli praktika bo'lsin, mayli o'rganadigan narsa bo'lsin, bu narsa intayin muhimda. Shuningga sizlar sarxilla ma'rifininki bu dunyoviy seviyadagi bir nemichu, hozirgi siz da'vatgan bu inchiki tafsilotlar dunyoviy seviyada mengayotgan bir o'lcham. Bundan bek suyundim. Endi hozirgacha masalan men shu liseya so'zlagan kunda bir necha bolalar alayda diqqatimni tortganda, hammalarniki jonliqlik, umidvorlik oldi degandek. Siz mush sarxilla ma'rifini hozir 4-yilga qadam qo'ydinglar. O'tib ketgan 3 yilga qaraydigan bo'lsangiz, bizning natijamiz yoki bo'lsa biz mushtarak bir narsaga erishdik deb qaraydigan, sizni suyundiradigan narsa. Hozirgi bu ishlarning hammasi nihoyatda suyumli. Ammo buning bir masalan meva sutida menmandaroq bir narsa desa siz nima deysiz? Masalan erishgan natijalar yoki bo'lsa yoki ma'lum bir kishi yoki sizni ajab mushu yerda mushay kelaldik deb qilgan ma'lum bir ish yoki ma'lum bir bola degandek. Elbette buldu. Bu en azdan şundak diyelim. Mesela bizden okuyucularımız hazır Serxilla Marifet okuyucularının hemmisi şundak bir qaraşqa ega. Bizning burchimiz var. Biz vatan uchun, millat uchun bir töh qo'shmasak bo'lmaydi. O'zimizningki Uyg'ur tilini yaxshi o'rganmasak bo'lmaydi. Men yaxshi o'qib, yaxshi universitetlarga o'tgandan keyin o'zimni taraqqiy qildirib, kuchlik odam bo'laman va o'zimning saboqdoshlar bilan hamkorlashib, mandaq ishlarni qilaman deydigan fikrga, tushunchaga keldik. Ammo shu agar deyishga to'g'ri kelib qolsa, biz mushuni eng chong qalba deb qarashga bo'ldi. Bu o'quvchilarimiz biri gerçi mevhum dünyada bo'lsin, mevhum sınıfta saboqdosh bo'lgan bo'lsin, biz arada sırada bolalarni bir o'ynatgan faoliyatga chiqqanda yana birga fizikalik jihat bir yoki keladi, lekin ko'pincha darsda saboqdosh qilindi. Dunyoning Türkiye'nin har qaysi yerlik chechilib ketgan. Men dash aytganda bularda bir xil qarindoshlik, kollektiv ro'yi bor. Ya'ni bir-birini o'rganadigan bizningki yana bir o'zaro tashkillaydigan bir qancha qitim bolalarni faoliyatlarni tashkil etkizib genel umumiy jihatdan nima qilishni deb berdim, lekin o'zini yaxshi tashkilni faoliyatlarni o'rlashtirib ashuna qildi. Men bunu intayin suyundirdi meni. Yani
sen qil, men qil deb bir chetga qarab turib, buna qilmay, qo'l tutishib, bir ishlarni shuna qilishi, vazifalarni elishi, bir-birini yaxshi ko'rishi meni intayin ta'sirlantirdi-da. Yana bir tarafi bu bolalarga arada nimalarni beramiz. Masalan, men o'zimning bir tajribasini deb bersam, meni intayin yig'latgandek bir holatga keltirgan. Men fizika dersi verdimde o'tgan yillari. Bizniki fizika o'zingiz o'qisiz ko'pinchalarni aytib test fan deb qaraydi. Amaliyotda bu fanga qiziquvchilarga osondek turgan bilan qiziqmaydiganlarga intayin test fanlik aniq. Buni Uyg'urcha bolalarga o'rgatdim-da. Uyg'urcha bu bolalar turkcha o'rganadi bu yerda. Endi bu fizikalik atalg'ularni Uyg'urcha deyish, matematika atalg'ularni Uyg'urcha deyish unchalik oson emas. Masalan, biz to'liq o'tirib maktabdagi shu 10-sinfda 9-sinfda o'qigan vaqtlarimizda bu fanlarni shaxsan menmi toz degandek bilib ketolmaydim-da. Şuna bu bolalarga o'rgatib, bu bolalarning imtihon olgan vaqtida shu bolalarning imtihon qog'ozini tekshirish jarayonida nihoyatda ko'zimga yosh kelib ketdi. Nima ish qilasangiz, birinchi qilgan emkingizning mevasini ko'rgandek bo'ldi ekansiz. Yana birisiga bu bolalarningki shu chiroyli dani yozgan Uyg'ur tili bilan shu atalg'ularni to'g'ri ishlatib, shuning ustiga shu fizikalik shu hisoblarni to'g'ri ishlayolganligi meni intayin ta'sirlantirdi-da. Bu ba'zi so'zlarniki yolg'on ekanligini bir yerda his qilib yetdim. Yolg'on degan vaqtda bu bolalarga Uyg'urcha o'tsak, tushunib bo'lolmaydi tabiiy fanlarni turkcha o'tish kerak deydigan bir yolg'on gaplarni nima qilgan bo'ldim men hisobda. Buni bir isbotlagan bo'ldim. Shuning bilan ondan boshqa bu bolalar arada sırada o'ziniki nimalarini menga email orqali aloqalashadi. Menga uzluksiz darajada har oyda o'zining o'qigan kitob sonini o'ziniki qaysi darajada kelishtirganligini, nimalarni yozganligini uzluksiz rapor, doklad qilib turgan o'quvchilarimiz var. Uzluksiz bir şekilde sunum hazırlab men sunadigan o'quvchilarimiz var. Bular meni intayin ta'sirlantirdi. Natija deyishga to'g'ri kelsa, mana shu natija deyishga bo'ladi. Agar buni masalan hozirning o'zida ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Hozir ko'rinmaydi. Masalan, bular bir ikki yil jarayonida ko'rinmagan narsalar. Faqat men his qildim bu narsalarni. Men shuni ishonamanki, bu o'quvchilarimiz mana bu shakllik mangsa, siz Xudoyim buyursa men buni cho'qim ishonaman. 10 yildan keyin bu o'quvchilarimizdan chiqqan ziyolilarni, sarxil ziyolilarni bir tasavvur qilib beqing. Mushunday o'quvchilardan chiqqan ziyolilarni tasavvur qilib beqing. Buni nihoyat cho'ng qalbga deyishga bo'ldi. Men mushu nishon bilan garchi biroz jafoliq bo'lsa-mu, ba'zi chog'da biroz umidsizliklarga to'lib qolgan bo'lsak-mu, yetarli qo'llashlarga erisholmay, ba'zi chog'larda yetish bo'lolmaydigandek. Bizni ilhom beradigan, bizga biroz kuch beradigan narsalar mana bu shunday narsalar. Buni qalbi deyishga bo'ldi. Hozircha hamda buni beklam davron qilib ketishni xohlab ketmayman, chunki bizning hozircha to'liq o'tir maktabdan imtihonni bilib o'tgan bir o'quvchimiz Amerikaning Boston shahrida o'qiyotdi. Qismen o'qish mukofoti, ya'ni taxminan 75%, 80%ga yaqin o'qish mukofoti pulida o'qiyotdi. Qolganini o'zi ishlab tepib qiladigan, hozir yaxshi moslashib ketibdi u yerga o'qiyotdi. Endi bir o'quvchimiz to'liq o'tirdan bevos chiqib Amerikada o'qiyotdi degan gap, bu oson ish emas. Men o'zimni o'ylab baqsam, o'zimning 18 yoshimdagi vaqtida Turkiyadan bordi. O'zimning 18 yoshimdagi vaqtida shu jur'at qilib Amerikaga berishni men tasavvur qila olmayman-da men. Men magistrlik uchun chiqqanman, chet elga tunji ketdim. Urumchiga otamiz chiqib maktabga Endi shundoq bir holatga kelishi nihoyat cho'ng bir g'alaba deb qarashga bo'ldi. Shunga ergishib o'quvchilarimiz yana to'xtamay shu chet ellarda, Yevropada o'qish uchun tirishyapti. Bu bolalar yolg'izmi shu yoki YÖS yoki YKS imtihonlarini berib İstanbul Üniversiteti yoki bir universitetga yerlashib oliblar. Mendan keyin bir universitetni bir o'qishni emas, undan ziyada nihoyat yaxshi maktabda o'qib, shuning uchun shuning vesilasi bilan nihoyat yaxshi yerlarga kelib, shunday qilish orqali o'zini kuchlantirib, men nimaga to'p qo'shsam,
deydigan şundaq bir kızgınlık bilen ayet bir semimi, sebi ve bir xil rast tuygu bilen bu tirişiyotgan okuwçylarymız hazır bar, onundan keyin yetişip kılıp atkan. Hemmesi hazır İngiliz dili seviyesi intayını yuqori seviyede toxtamaymış şu SAT IELTS imtahanlarına tayyorlik kılıp atıdı. Bazıları imtihanı berip yaxşı netijelerini aldı. Ondan başka iki okuwçymız yani bu yıl Amerika'daki mektepke 60-70%lik okuş mükafat bilen ötepdiken imtihanı berip lekin ular barmady bu yıl. Özümüzni nim kılıp kilerjide texdim yaxşı mektepke baraylı dep. Ondan başka yani bir kız okuwçymız şu intan yaxşı okuwçymız edi. Kız okuwçymız bu yıl inşallah toluq okuş mükafat bilen Angliyaga yolga çıkıdı. Muqim onunki hazır viza iltimas qilib oxirgi bosqichga kelib qoldi. Hem bu birisi o qizimizning intayin tirishchanligi o'ziniki. Sabrchanligi, jur'ati qizi bo'lsin. Ota-onasining qo'llashi. Anadan keyin bu o'qish mukofot pulini hal qilib bergan shu sponsor aletini tepbergen, sponsorluqni tepbergen. Şu Avrupa Uyghur Akademisi'deki Abdüşkür Kam, Memtimin Abbas aşılarınki yardımından ayrıp qarashqa olmaydı. İnşallah o kızımız mı nemege çıkıdı, özününki kızıqqan kesbi, özünün okumakçı bolgan mektebi, devleti degендeki yerge mаңыды. Budan bolsa, bulun biz neticemiz eğer dep qarashqa to'g'ri kelsa, buni neticemiz desek bo'ldi deb qarayman. Demek ki birincisi Biden en mühim nim kılgan noktalarının biri şu. Ana til dep naiti nim qatımız. Biz aldın qaytım bir söhbetimiz oldu. Şu çağda da işte bir gepni qildim. Uyghur tilin fakat turmushdagi normal holatda nagmangan tijliqmi, tijdulimi, tuzvami, lag'mayamdiq deydigan oddiy turmush tili emas. Yoki bu saviyada saqlanib qolsa, bu Uyghur tilininki biz saqlab qolishni maqsad qilayotgan. Bu til biz hozir ishlatayotgan holatdagi til emas. 1930-yillarda boshlangan Uyg'ur jeditchilik ma'rifidan keyin Uyg'urda yangicha ma'rif o'ttirg'i chiqdi. Undan keyingi mezgillarda masalanga hech burun bo'lib boqmagan masalan fizika, burun bor. Masalan ilmiy nujum deb astronomiya nurg'un narsalar bor, lekin ma xalqaro saviya bilan teng ketayotgan, xalqaro saviyadagi yangi nazariya, yangi bayqashlar bilan teng qadamda ketayotgan bu yuqori saviyadagi masalan oliy maktab, men oliy maktabda matematikada o'qidim. Matematikadagi bizningki shu oliy algebra deydiq, nurg'un bu jarayondagi iliqi til shu vaqtdagi uyg'urcha kitoblar bordi. Oliy maktab darsligi uyg'urcha. Mesela mayli fizikada o'qing yoki matematika, biologiya. To'liq o'tirmagan darslarimiz, to'liqsizdagi darslarimiz. Masalan, boy bir narsa dedingiz-ku, fizikadagi atalg'ular. Mush inersiya degan gapni deyolmaychi biz. Shundoq kulkilik bir ishlar bo'lgan sinfda. Demak, cho'g'inimda nurg'unlagan atalg'ular qilingan. Bu xizmatlar qanchalik vaqt ichida qilindi? Bu xizmatlarni qilganlar kimlardi? Qisqagina madaniyat inqilobidan keyingi shu 10 yillik iliqi yo'qotish, 10 yillik eg'ir yo'qotishdan keyingi qisqagina 80-yillar bilan 90-yillar orasidagi universitetlarning qurilishi, tarixlarning yezilishi, adabiyotning jonlanishi, darsliklarning bu qadar butunlay xuddi burun bor narsani yangidan o'tirg'i chiqargandek asli yo'q. Mesela fizik to'liq o'tir fiziksiniki o seviyedeki narsalar balkim mesela madaniyat inqilobidan burunlarda ya bam yo'qmi ma u bir rasmiy bir tez maqola temisi nim qilish kerak. Ammo mening bilishimda yo'q. Shu narsalar qisqagina 10 yil ichida biz hozir ko'rayotgan seviyaga kelib bo'ladi. 90-yilning oxiri va 2000-yillardan boshlab qo'sh til ma'rifi deb 90-yillarning oxiridan boshlab oliy maktabda Uyg'ur tilidagi darslar asosan Uyg'ur adabiyatidan boshqalari Xitoycha bo'lib ketdi. Undan keyin bu to'liq o'rta maktabga va o'rta boshlang'ich maktablarga kirib qo'sh til shaklida kirib oxirida butunlay Xitoycha bo'lib ketdi. Mana bugungi kunda yo'q. Demakchi o'g'limda bu narsalarning saqlanib qolishi, masalan men mush dars kitoblarimizni
saqlab qo'ygan dars kitoblarim nadidu qanday hozir o'ylaymichu mushu til saqlanib qolish uchun bo'lsa mana shu dars kitoblar mayli 80-ci yillardagi nashr 2000'lardagi nashr olsun saqlanib kelish kerak deb bir xil ichimda o'ylaytdimchu bugungi sizningki mushu masalan fizikadagi to'liq o'tirdik atalgan uyg'ur deyish u narsalar muhim haqiqatan muhim bizning bolalarimiz qiynalamdi masalan nesi qilibsiz eng ta'sirlangan nuqtalar ichida mushuni deb o'tdingiz nihoyatda mo'l natija chiqibdi mushuni deb o'tdingiz xudoyim buyursa biz qilamiz uni vatanga qaytgan vaqtida uyg'urcha bo'ladi hamma narsalar shu vaqtida mushu bolalarimiz kaplam yuqori saviyadagi ishlarni qila oladi degan gap ikkinchisi bolalar orasidagi do'stlik ularning o'zaro o'ziga o'xshash g'oyadagi o'xshash uyg'urlarning o'xshash qismatni yashayotib turibmi yana shunday jangovar holatda turishi bolalarni psixika ham ruhiy jihatdan nima tutadichu uchinchidan boyagi bolalarimizniki chet ellarga chiqqanligini anglab vaqtdan ko'zimga yosh keldi tuzdek bolalar bu yo'g'on bir qozonga bir chimdim tashlab etsam hammasiga tetiqadek tuzdek bolalar texim ko'p bolalarımizga bunday fursatlarninki bo'lishini bekmi orzu qilaman oxirida bundan keyingi taraqqiyot inshaalloh haqida masalan hozir qarsam 3 bo'lakka bo'linib turib qilinayotgan o'xshaydi xizmatlar masalan boshlang'ichni bitirib 5-sinfga chiqqanlar 8-sinf va to'liq o'tirdiki bolalar masalan 3-4 bo'lak shaklda ilib berilayotgan o'xshaydi guruh bolalarni qilayotgan xizmatlar endi bundan keyingi plan bundan keyingi o'ylayotgan nishonlar haqida oxirida mushaqda ozroq anglasak bo'ldi rahmat mushu bundan keyin mush sarxilamalarni texmo sistemalashtirish mushu bolalarimizga texidimi a'lo eng ismi loyiq mushu sarxillamar degandek yaxshi va texidimi yaxshi eng yaxshi mulozimatni qilish buning uchun bu ma'rifni sistemalashtirish o'qituvchilar qo'shini texnik kasbiylashtirish anki aniq nishonni desak aslida meniki bo'lsa agar mumkin bo'lgan bo'lsa sarxilla ma'rifini bir kollej qilgan bo'lsak mushu kollej bilsiz Turkiyada bir kollej deymiz shaxsiy maktabni nimaga o'qish oliy maktab emas shaxsiy maktabni Turkiyada kollej deydi endi shunday bir shaxsiy maktabni qura olgan bo'lsak va ki buni inshaalloh alloh taolo osonlikni bersa buni qura olamiz shu nishon qarab ketib boramiz endi bu sarxillarning bir kollejini qurish bu shaklda shu eng sistemalik eng ilg'or bir ma'rif nemisi bilan bolalarni ta'minlash anki bu bolalar bizningki bolalarimiz to'rdan o'qiyotidi anadan keyin qo'shimcha to'liqli shaklda o'qiyotidi bu bolalar o'ylab bakın agar biz butun kunlik kollejni birini qurgan bo'lsak agar bir sarxillar kolleji bo'lgan bo'lsa deb faraz qilaylik hozir jiq emas bizda son muhim emas sifat muhim deydigan shuarimiz var jiq emas 500-600 ming o'quvchi bo'lmasa mayli 100 o'quvchi bo'ladigan oddiygina bek hashamatlik bino bo'lmasa mayli oddiy bir o'lchamlik bino hukumat e'tirof qilgan ma'rif sistemasi ve hükümet diplom beradigan butun kunlik bir kollej sistemasi qurish bunda qilsak bolalarimiz kechda maktabdan erib ichib kelib yana dars o'qish zaruriyatida qolmaydi yani 8 saat bizniki uyg'ur tilida yani kollejni bilasiz kollej sistemasini maktabning hukumatning belgilab bergan bir qancha programmasi var qolganini o'zimiz belgilab ola olamiz Şunu bunu mandaşık qanda qo'sh tilda ilib bora olamiz eng oz bo'lgan chaqda uyg'ur tilini uyg'ur tarixini o'talaymiz bolalarga qolganini turkcha o'qisimi mayli masalan matematika turkcha deganda uni qo'shimcha yana uyg'urcha takrorlab bersak bo'ldi mana bu shakllik sistemlashgan bir ma'rif sistemasini barpo qilish meniki nishonlarimdan qallamda o'ylayotgan nishonlarimdan birisi agar uni qilolmagan taqdirdami Muşu serxilla marifini hazır Türkiye'ye gillam hastek Türk ballarıgılla Türkiye'deki uygurlar hastek bir düşünce peyda olağılık hazır. Emniyeti bu serxilla marifi bütün dünyadaki ballarga has. Bizdeki hazır uygurlar bütün devletlerge bütün Otur Asya'dan tatip Amerika kıtasıqça Jirak Şerik'ten Amerika'ya bütün yerge çekilip gitti hazır. Hem Türkiye'de bir kadar köp. Bununkin Kanada'da buludu. Amerika'da nurgun uygurlar var, Avrupa'da nurgun uygurlar var. Şuna muşunu göz tutup
Hemmesi bizning Uyg'ur bolalarimiz bo'lgandan keyin, shu Uyg'ur bolalarimizni ichidan, ming Uyg'ur bolalarimizni ichidan 10 ni nihoyat sarxil o'qiydigan, Uyg'urcha tafakkurda, Uyg'ur ruhida ham yaxshi o'qiydigan, yaxshi oliy maktabga o'tadigan shaklli tarbiyalasak va bu sarxil maarifni butun dunyoga kengaytirish. Sarxil maarifininki Yevropa tarmoqi, sarxil maarifining Amerika tarmoqi, sarxil maarifining Kanada tarmoqi. Hem sarxil maarifining Kanada tarmoqini ochishni planlayapmiz yaqinda. Bu şekilde Avrupa tarmıqı içilip boldu. Avrupa tarmıqı değil. Bizninkidek ularniki öz yerlik alaydıki qarta qılıvadı bir yıldan bu yan ballarını nem qılıvadı. Ular fakat bizdeki imtihaniyle tanımasdan şeydeki az ballarını yaxşı şekilde ana tilini asas qılıp terbiyeleydigan şekilde. Onunki Avrupa'ga, Amerika'ga, Kanada'ga kengaytish buni, anki buni sistemalashtirish, ya'ni butun ma'rif sistemasi eng ilmiy, ilg'or bo'lgan, anki buni xizmat qiladigan, butun kunlik xizmat qiladigan. Mana bu shaklga ekilish, inshaalloh bu bir nishon. İnşallah. Bugün bu söhbət jarayonida men o'ylayman, mayli söhbət qatnaşqanlar va bu söhbətimiz YouTube kanaliga qo'yilgandan keyin anglaganlardimi bək bir ümid, bir nur, bizning kelgusimizga bo'lgan bir ishonch shakllandi deb o'ylayman. Demak, bir kishi, bir ideya, bir arzu, bir armon nurg'un narsalarga sabab bo'la oladi. Sizlar bir kishi o'ylala, mandaroq bir narsa qilgan bo'lsak, meningki o'ylaganimda manda bir ishlarni qila oldik deb buni do'stlarimiz voy bo'ladi mushtaq qilsaq deb rag'batlari bilan boshlab bugungi kunda mana shundoq bir natijalarning qo'lga kelishi Yevropa, Kanada va dunyoning har qaysi yerlarida sarxila ma'rifininki tarmoqlarining shu yerlik alaylikka xos shaklda ichilishi tayyorlanishi va bundan keyingi shu xizmatlarning bo'lishi deganlar bu balkim bu qisqagina 5-10 yilda natijasini ko'rmasligimiz mumkin. Ammo 20-30 yilda biz qarab voy mushtaqdi deb ashularni ko'ramiz. Xuddi balkim 20-30 yillardagi yangi boyimi deb o'tib ketdik. Shu jadidchilik ma'rif qilingan vaqtida shu qarab kishilarmida bir maktabning marshini o'qib, tantarbiya deb darslar kirib, buvam so'zlab beradi. Biz muallim yurtlarda maktab ochamiz deb butun yerga o'qituvchilarga shu marshini o'qib berib tashviq qildik. Shu buvam shu kichik chog'larda mushtaq kelgan. O vaqtida hamma uzun yekdak kiyib, belga pot bog'lab yuradigan zamonda ulayliq shim kostyumlari bilan kelgan vaqtida hamma hayron qolibdi ekan-chu. Muallimlar ashundaq shut berib tashviq qildi ekan. U chog'dagi ma'rifdan balkim elqi kishilarning kallasi qolib qolgan narsa, shu vaqtdagi yashayotganlarning kallasi qolib qolgan narsa u bo'lsa, bugungi kunda bizning ko'rganimiz va bizning erishganimiz boshqa bir narsa. Shu vaqtdagi shu ma'rifdan keyingi kunlarda chet ellarga chiqqan va ularning millat vatan uchun qilgan xizmatlarini bugungi kunda 100 yillarga yaqin vaqt o'tib biz ko'rib turibmiz. Shu bu bek ulug'vor, bek esil bir xizmat. Sizniki bugungi suhbatimizga kelib sarxila ma'rif haqida mushtaq inchik tafsiliy uchurlarni berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Texim ko'p bolalarimizningki sizlarning shu ma'rifdan bahramon bo'lishi, shundaqla ularningki o'zining millati, vatani, shundaqla insoniyatga xayrlik kishilardan bo'lib chiqishi uchun hammamizni shuningda qaysi xil duolarimiz bilan, amaliy qo'llashlarimiz bilan mush ishning ichida daxil bo'lishga nisib qilsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin yana sarxila ma'rifidagi bolalar bilanmi mening mushta bir suhbatlarni qilg'im bor. Buning davomini yana davomli ayrim ko'rishib qilamiz inshaalloh. Uydagi o'moqlar dadasining 1 soatlik vaqtiga rozi bo'lsin. Sizlarga shu ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga o'moq. Bo'ldi, bugun suhbatimiz mushayichi bo'lsin. Allohga omonat, kelar sani ko'rishamiz. Allohga omonat.